Mana shu qishloq, a, to'g'rimi? Ha, xo'jayin, xuddi ana shunaqa qishloq. Hop, короче, menga anavi kuznicada uy qurib tashlalaring, давай, tezroq bo'l. Aha, bo'ldi. Sizga yoqadigan qilib, shodga qimmat qilib quramiz. Давай, mani vaqtim yo'q, tezroq qurlaring. Voy, o'zi bu qanaqa mashina o'zi bu normalniy mashinaga o'xshamaydi. Almashtirishim kerak edi buni. Va mana нормально. Tushirish kerak. Voy, normal. Kinochi normal bo'lib. Voy, o'zi shu qiliqlarimni yig'ishtirishim kerak edi. Aytgancha, barchaga salom do'stlar. Meni ismim Shahis va mening videoroligimga xush kelibsizlar bolalar. Yaxshimisizlar bolalar? O'zingizlardan so'rasak, chotgimi, balacha qiladiganlarda. Bolalar, bu oddiy ichimlik, to'g'ri tushunasizlar. Men ham ichishga haqli-ku, bolalar, oddiy ichimlikni to'g'rirog'i. Bo'ldi do'stlar. Bu bularmi? Yo'q, bular ham oddiy ichimlik. O'zim chanqagan paytim olib qo'yganman, bemalol ichib ko'rishinglar mumkin. Xo'p, ishlar qolib ketyapti. Hovlizdagi ishlar qolib ketyapti. Tezroq buni aniq qilish kerak, bilasizlar bolalar. Mana voy. Tushunmadim bolalar. Mana bu ichimligim ta'sir qiladimi? Yo'q, bolalar, bu qanaqa ichimlik? Oddiy ichimlik, prosta odamni miyasiga uncha yomon ta'sir bor-da, bolalar, bilasizlar. Voy, tushunmadim. Bolalar, shoshmanglar. 2 sekund mana shu videoga e'tibor qaratinglar. Qaranglar, Telegram kanalimizda 713 ta obunachi bor. Va do'stlar, buni 1000 ta obunachi qilsanglar, mana men yuzimni ko'rsaman deganman. Hammalaringiz yuzimni so'rayapsizlar, yuzingizni ko'rsating va modlaringizni tashlang deb. Tezroq mana Telegram kanalimizdan 1000 ta obunachi qilinglar va shularning hammasiga erishinglar. Va mana ma'lumotlarim ham bor do'stlar. Telegramga qarab bemalol kirib ko'rishinglar mumkin. Telegram kanalimizga o'tinglar va obuna bo'lib qo'yinglar. Voy bolalar. Nima degani bu oppanya? Ha? Bu yana nimasi bo'ldi? Kim mendan so'radi? Bunaqa uy qurib tashlaganini. Millioner qishloqqa degan yozuv chiqyapti. Tushunmadim, bu yerda millioner qishloqqa yashayaptimi? Ha. O'tgan safar ham qishloqqa kelganda bilsanglar agar bitta cho'ri. Va masala tushunmami? Voy. Janob, nima kerak bu sizga? Nima kerak bu? Meni uyimni ostidan nima mana bunaqa uylarni qurib tashladinglar, tushunmadim. To'g'risini aytsam, digital millioner, ya'ni millioner qishloqqa bizga buyurdi va shularni qurdik. Nima, biror nima qila olasizmi yoki bizdan sotib olasizmi? Ha. Yo'q, sizlarni sotib olish niyatim yo'q. Prosta tagin maqbul bu bolalar. Normal gapiring, nima bo'lgan sizga? Nimani qil? Chivorasiz bo'ldi. To'g'ri tushunasizlar. Nima edi bu? Oddiy narsa, bitta chipuringlar zo'r. Yo'q. Ha. Mana qishloqni chaqirish kerak, qishloqqa. Voy, sana bir shirin qursa qishloqqa. Nima deysan? Meni uyimdan chiq, qara seni nima qilishading. Nima qozimasan, sotib olaman. Davay, tez sur bu yerdan. Nima? Usini bir shirin qursin. Janob, nima qilyapsiz? Voy, o'zlar bosinglar, nima maqtaryapsizlar? Janob, bu yoqqa kirish mumkin emas, tushunmayapsizmi? Voy, meni uyimdan uy qurib olgan-ku. Nima farqi bor? Kirish mumkin emasmi? Kirish mumkin emas. Ko'p gapirmang. Hop, mayli bolalar. Mana qaranglar, ketish niyati yo'q. Mana bu eshiklarni qo'rg'ilab olganini. Voy bolalar, mana bunaqa mashinalarni qaranglar. Oh my god. Hech kim ko'rmayaptimi? Voy bolalar. Oppanya. Rosh talab ketish kerak bolalar. Oppa. Rosh bola. Sizlarga ovoz yoqmaydi, bilaman. Shu sababdan astamani bunday qildim. Nima qilyapsiz? Ko'r qol. Yop. Bo'l, xarosh. Yoshda nima qilganim yo'q, men prosta uyimga xalaq berib qo'ygan uchun ana qo'yib qo'ydim. Aha, mayli. Mana men buni ham iching. Bolalar, biz nima qilib bularni yo'qotib yuborish kerak? Qanaqa fikr bo'lsa ekan, qanaqa fikr bor ekan, bolalar. Shuni rasmiy tushirib olayda, shuni ustidan yozib o'rsam ekan. To'xtanglar, vaqtdan merdan so'raychi. Yo'qda nimalar bo'lyapti? Mer, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Taqlatib kirishga o'rganmaganmisan? Kechirasiz. Mer, qarang-da. Bilaman, nima edi bahona qilib kelganingni bilaman. Nima ekan? Sani uyini ostidan digital millioner uy qurganligi uchun bahona qilib kelyapsan, to'g'rimi? Albatta, buni yo'qotish kerak. Qanday qilib yo'qotsak bo'ladi? Qanday qilib ketib yuborsak bo'ladi? Hop, bu garochi yerni soliqini sug'urtalarini to'lab, garochi sotib oldi. Ana endi sen uni hech qanaqa shikoyat qila olmaysan. Qanaqa menda hujjatlar bor-ku? Nima, hujjatlaringni kecha olib ketdim-da, uni nomiga rasmiylashtirib berdim. Tushunmadim.
biladigansiz bu mer? Ha, hazillashdim. Vaqtinchalik kelib turibdi, просто hozirgina kelib ketadi. Bugun ketadimi? Yo, ertadan keyin больше davay bir haftalardan keyin ketishi mumkin. Mayli, shunday oyligimni oylik chiqmadimi mer? Yo'q, oylik chiqqani yo'q hali. Voy, oylikni chiqaring-da mer, bu nima ahvol bu? Ha, yaqinda chiqib qoladi. Mayli. Ha, hali beri oylik chiqarmabdi bolalar. Mayli bolalar. Nima qilib ketqarib yuborsak bo'ladi? Qanaqa fikr bor do'stlar? Qanaqa fikr bor? Oq qishloqidan so'raymiz. Oq qishloq lekin qayoqqa ekan? Hayrani yo'qqa ekan. Bo'l. Hozir bittada so'rab, короче, problemalarni, muammolarni aytib beramiz. Qishloqi. Voy, Shahriz, yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Qara, короче, menga bitta muammo chiqib qoldi. Nima, shaharga ketolmayapmiz o'zi? Yo, shaharga keta olamiz, faqat mana bu yerdagi muammoni hal qilish kerak. Nima, qara qo'ymi? Boyib ketdingmi shunchalik? Yo, mani uyimga qanaqadir millioner qishloq kelib olgan va nima desam bo'ladi, mani uyimning ostidan uy qurib olgan. Yo'q. Ha. Bironta fikrlaring yo'qmi? Ha, menga bitta g'alati blok bor. Aha. O'sha blokni unga qimmat deb shu uyiga olmay borsak bo'ladi uni uyiga. Faqat nima qanday bo'lib boraman uni oldiga? Sen просто так men JTL trilliarderman deb boraverasan. Ha. Qanday ishonadi? Blokni ko'rsatasan, shuni blokni hamma mana bu uyga almashtirib kelasan, bo'ldi. Ha. Ya, нормальный variant lekin. Bo'ldi, davay, bo'l, hammasini hal qilamiz. Aha, davay, tayyorlan. Loy. Voy, nima gap? Janob, to'xtang. Voy, mana chiq, millioner qishloqqa. Chiq deyapman. Nima deysan? Ha, milliarder qishloqqa, men trilliarder qishloqiman. Rostami, qani yurchi bu yoqqa? Nima bo'ladi? Qara, sen agar trilliarder qishloqqa bo'lsak, qani isboting? Mana nickname'ni ko'rmayapsanmi? Ha, ko'ryapman, lekin baribir ham bu qanaqadir g'alati emasmi? Buni qara, mana eng qimmat blokman. Yaqinlashmalari yo'qmoqchi bo'ldilaring-a? Yo'q, bular prosta himoya qilyapti, bombada o'ylagan menimcha. Yo'q, hech qanaqa bunaqa zararli narsa emas. Rostami? Albatta. Ha, короче, mayli bo'lmasa, men juda ham qiziqib qoldim. Mana bu pullarga olmaysanmi? Nima? Mana axir bir dona yo'q bunaqa narsadan. Trilliarderligimni isbotlash uchun shuni olyapman. Iltimos, menga ber. Mayli, qo'ymading. Pullarga emas, mana bu uyga. Mana shu uydagi hamma ichidagi narsalar bilan birga pullar ham menga bo'ladi. Mayli, roziman, davay, tezroq ber. Aha, mayli, mana. Olishing mumkin. Davay, endi uyni hujjatini tezroq ber. Oldimmi? Albatta, mana. Mayli, bo'pti. Aha, davay, tez ketsan. Sanladi. Bo'ldi. Juda ajoyib bo'ldi-ya. Ketqarib yuboribdimikan qani? Bu xorosh qishloqi. Mana, boro. O'zbek sela qishloqi deydilar. Voy, rahmat senga, bor, juda ham katta rahmat. Mayli, sog' bo'l. Mana endi uylar, pullar ham hammasi senga. Voy qishloq, unaqa dema, mana bu pullarni olaver. Bu pullar menga uncha kerak emas, lekin seni juda ham katta yordaming sabab mana bu pullarni olaver. Bo'l, qolgan pullar menga mana. Mana shuncha 10 stak pulni olaver. Voy, rahmat. Ya'ni endi shaharga maza qilib bitta mashina ham sotib olamiz bilsang agar. Albatta. Qani to'xtach, mana bu sandiq ichida bironman bormikan? Oyoq ochib bo'lmayapti-yu bolalar. Bungacha. Ha, hamma narsasini olib ketibdi. Mashinalarni ham olib ketibdi, Ha, olib ketdi-da. Ha, mayli, to'xta, mana bu pullar mana o'zing ololasan, okey? Ha, mayli, juda ham senga katta rahmat lekin. Voy, juda ham ajoyib bo'ldi boru, lekin mana buni qaranglar. Uyni qaranglar do'stlar, mana bu qishloq menga nima qilib yurdi. Xaroshan, endi mana buni olamiz. Let's go. Do'stlar, bular hammasini buzish kerak. Mer buni agar ketganini bilib qolsa, mer o'ziga olib olishi ham mumkin do'stlar. Bilasizlar merni, to'g'rimi? Ha, mayli. Voy, juda ham ajoyib bo'ldi-da, bori o'zim trilliarderni his qildim. Mana u blokni berib o'rganimni ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. O'sha qanaqa blok edi? Men ko'rmagandim uni. Men o'zim kimyoviy qanaqadir reaksiyalardan o'sha aralashtirib shunaqa blok yaratgandim, bilmayman. Auksionda olish soatiga $10,000 olishar, lekin hozir bizda $1 million anavi
nima desam bo'ladi, trade qildik, обмен qildik bilsang agar. Ha, judayam zo'r bo'ldi. Boru bolalar, buni qaranglar, qancha qimmat pulga shuncha qildik. Do'stlar, sizlar ham shunaqa qila olasizlarmi? Qani kommentariyada yozib qoldiringlar. Shunaqa milliarder boylarni shunaqa oq qishloqdek alla olasizlarmi? Bo'ldi, davay. Voy, tillarim aylanmay qoldi borib bu uyni ko'rib. Ha, bu endi sani nomiga. Ha, hujjatni oldingmi? Albatta, bu hujjat tezroq uyga tiqib qo'yishim kerak va mana bu pullardan o'zimga zina yasab olmasam bo'lmaydi bolalar. Chunki men tepaga chiqib bu hujjatni yashirib qo'ymasam har nima bo'lishi mumkin. Hadi do'stlar, to'xtanglar. Shunaqa pullarni sanab o'tiribdi. Hozir mana shu odam bolalar o'zimni mana bu sirli xazinadagi mana shuni bilasizlar bo'ldi. Mana shu ishni qilib qo'yamiz. Bola pullarim yo'q, shotda mayli chiqsa yo'q. Mayli, mana bu pullar bor kuzatdi. Judayam ajoyib bo'ldi. Judayam ajoyib bo'ldi. Hech kimga aytib qo'ymaysizlar degan umiddaman bolalar. Sizlarga men ishonaman bolalar. Sizlar ham menga ishonasizlar, to'g'ri. O, mayli. Hop, mayli. Mana bunday qo'yamiz, mana bunday, va mana bunday. Ha, sanab kibr bo'lib ketding-a. Mana bu pullardan zina qilib olib. Albatta, shunaqa kibrlikning bir oliy darajasi bor. Yo'q, men kibr emasman. Kibrlik juda ham yomon narsa, voy. Bu yoki narsamchi, va qolmabdi-da, hammayli juda ham ichi orish paytida lekin boru. Hujjatim pastda qo'ydim-ku, bo'ldi bolalar, hammasi chiqchiqraba bo'ldi bolalar. Ana endi bularni hammasini olib qo'yish kerak. Juda ham ajoyib bo'ldi bolalar. Voy, mayli, juda ham ko'p gapirib yubordim, lekin bularni hammasi bo'lish kerak. Okey. Mayli, hozir uyingga tashib qo'yaman, bo'ladimi? Albatta juda ham zo'r bo'lardi. Aha, mayli. O, do'stlar, mana bu qishloq juda ham zo'r. Mer, xo'p, mer o'zini ishi bilan ovora. Xo'panya, xo'p. Mana shu qo'yib qo'yamiz. O'zim Nokia ishlatardi bilsanglar agar. Ana endi bir normalniy telefon olsa kerak. Mashina olmasak har qalay. Voy, bo'ldi, obunachilar bilan xayrlash, shaharga borishimiz kerak. Obunachilarga shaharni ko'rsatsam nima qiladi? Shahar ko'rsatib nima qilasan, baribir bularga qiziq emas. Nimalar deganing? Obunachilar, agarda sizlarga shahardagi videolarim ham qiziq bo'layotgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Kommentariyada nima xohlaganman, shahar deb yozib qoldirsanglar, men o'zi tushunib olaman. Do'stlar, shaharga ham shunaqa borganlarimni video qilaman do'stlar. Tezroq kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlarning fikrlaringiz men uchun juda muhim. Va aytgancha bitta gapim ham esimdan chiqib ketibdi. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimizda bir-biridan ajoyib qiziqarli yangiliklar va nima desam bo'ladi, modlarni tashlab qo'yganman. Xohlasanglar modlarni so'rasanglar, men bemalol tashlab beraman. Shu paytgacha hamma obunachilarga men modlarimni tashlab berganman bolalar. Shuning uchun men Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Va xo'p, mayli, bugun sizlar bilan men shaxs bo'ldim va oq qishloqi bo'ldik. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar. Aytgancha, like va podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Shu iyun oxirigacha biza 10 mingta bo'lishimiz kerak. Mayli, sog' salomat bo'linglar.